Navbatdagi lavhamizda go'zallik salonlari va sartaroshxonalarda ko'pchilik e'tibor bermaydigan, ammo inson salomatligi uchun nihoyatda xavfli bo'lgan holatlar haqida gapiramiz. Chunki bu juda muhim. Tadqiqotlar va o'tkazilgan reydlar shuni ko'rsatmoqdaki, oddiy gigiyena talablariga amal qilinmasligi minglab insonlarning hayotini xavf ostiga qo'ymoqda. Olmazor tumanida olib borilgan reydda muxbirimiz Go'zal Shodiyeva ko'ngilni xira qiluvchi holatlarga duch keldi. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha har yili 2,5 milliarddan ortiq inson xavfli va xavfsiz bo'lgan turli xildagi yuqumli kasalliklarga chalinadi. Natijada taxminan har yili 10 millionga yaqin odam vafot etadi. Albatta, bu raqamlar ichida O'zbekiston ham yo'q emas. Bunday dardlarning ko'pchiligi go'zallik salonlari va sartaroshxonalardan yuqishi isbotlangan. Buni hozirgi lavhamizda ham ko'rishingiz mumkin. Uskunani ishlatganda mutaxassissiz bilasiz, odatda 90-95% kesish yoki tirnalish holati kuzatiladi. Bo'ladi. Va teri butunligi buziladi bu jarayonda. Teri butunligi buzilgandan keyin buni men aytgandek, o'sha yuqori gradusli, endi avtoklav ko'pchiligida yo'q pashti salonlarimizda. Suxajarlar bor yoki o'sha sterilizatorlar bor. Dunyo olimlari 2025-yilda go'zallik salonlari va sartaroshxonalardagi asbob-uskunalarning holatini tekshirishdi. Natijada ularning 42,8% da mikroblar borligi aniqlangan. Poytaxtimizning Olmazor tumanida o'tkazilgan navbatdagi reydda ham hech qanday sanitariya qoidalariga amal qilmay faoliyat olib borayotgan maskanlar aniqlandi. Unda sog'lomligini tasdiqlovchi tibbiyot daftarchasi bo'lmagan, hatto oxirgi bor 2024-yilda tibbiy ko'rikdan o'tgan ishchilar faoliyat olib borayotgani aniqlandi. Ishlatilmagan toza sochuvlar yopiq shkaf ichida turishi kerak. Ustara bilan soqol vazda olishar ekan, kantovkaga ishlov berishar ekan, bu mutlaqo noto'g'ri va sterilizatorda zararsizlantirmaguncha bu spirtni sepganingiz bilan, spirtni ichiga tiqib qo'yganingiz bilan bu o'ta xavfli virusli infeksiyani qobig'ini buzib yo'q qila olmaydi. Soch kesish, tirnoq va oyoqlarni parvarishlash xizmatlarida ishlatiladigan uskunalar to'g'ridan-to'g'ri inson terisiga tegadi. Bunda bir mijozdan boshqasiga ishlatilgan asboblar yuqori darajada mikroblarni o'ldiruvchi maxsus texnikalar yordamida tozalanishi shart. Ammo o'rganishlar davomida hech bir go'zallik saloni yoki sartaroshxonada bunday uskunani uchratmadik. Hatto uning nima ekanligini bilmaydigan xodimlarning borligi achinarli. 5% xlorda artib ishlataman. Sizda albatta bo'lishi kerak. Siz chunki terini butunligi bilan ish faoliyati olib borasiz, qon chiqish jarayoni bo'ladi. Spirtda biz o'ta xavfli virusli infeksiyalarni o'ldira olmaymiz. O'sha obyektlarimizda odatiy holda birortasida aynan davriy tibbiy ko'rikdan o'tmagan xodimlarni faoliyat yuritayotgani guvoh bo'lindi. O'sha har bitta mijozga xizmat ko'rsatadigan xodim 6 oyda davriy tibbiy ko'rikdan o'tib turishi va tibbiy ko'rik daftarchalari yonida bo'lishi kerak. Hozir ko'zdan kechib turgan go'zallik salonimizda albatta o'sha manikyur, pedikyur xizmatlari ko'rsatilar ekan va sterilizatorlarning mavjud emasligiga guvoh bo'ldik va bu jarayonda bir insondan ikkinchi insonga yuqumli kasalliklarning 100% da yuqishiga omil yaratilmoqda. Biz ushbu reyd orqali kimningdir faoliyatiga to'sqinlik qilish yoki uni qo'shtirnoq ichida aytganda sharmanda qilishdan yiroqmiz. Maqsadimiz sizni hushyorlikka chorlash, chunki oddiy e'tiborsizlik bir kun kelib umringizga yakun yasashi mumkin. Bu kun Go'zal Shodiyeva, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.